Sizni ham sochlaringizni uxodlar, vitamin komplekslari bilan nanoplastika qilib beraman desam yo'q deysizmi? Desam, qizlarjonlar, mana bu qizimizni sochlari judayam qalin, uzun, judayam quruq soch. Bularning sochlarini o'zlariga yarasha sostavlar bilan mix qilib ishladik. Judayam zo'r sostavlarim, brazilskiy original sostav. Endi bularning sochlariga nanoplastikani surib, lazerni kristallizatsiya uxodlarini qilib berdik. Mana rezultati judayam zo'r chiqdi. Bez effekt, bez lampa olaman. Qizlarjonlar, qanaqa chiqsa, shunaqa olaman sochlarini. Mani klientlarim judayam yaxshi bilishadi. Effektlarsiz ishlashimni o'zlarining telefonlariga ham doim olib beraman. 8 oy maza qilib yuvib, quritib yuraveradilar. Yaltiragan, silliq, ухоженный soch bo'ladi. Bemalol kelishlaring mumkin qizlar.